Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan ekran qarshisida Nexaris bola. Bugungi videomizga xush kelibsizlar. Video boshlanishidan avval hozir kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Xo'p, bugungi videoda nima qilamiz? Ya'ni bilasizlar, Minecraft klonlar bor. Ya'ni Minecraft klonlari oldinlar razi populyarni bo'lib kimdirlar o'ynardi, kimdirlar maza qilardi. Va bugun yana o'sha bitta zo'r bo'lgan, bitta hamma o'ynagan Craftsman o'yinini o'ynaymiz. Ya'ni Craftsman Building Craft 3. Men bu o'yinni hozirgina o'tkazdim, hali kirganim yo'q. Ancha yil bo'ldi bu o'yinni o'ynaganim. Ya'ni men bu o'yinni umuman o'ynamasdim. Oldinlari o'ynardim, hozir boshqa Minecraft o'ynayman. Bu bo'lsa eski bitta klon. Va qarasam bu yerda qanaqadir yangi klonlar ham chiqib ketdim. Bilmadim, Craftsman 1.26 plus va rasmlar qanaqadir g'alati. Lekin yo'q, Craftsman 4 degan narsa bo'lgan. What the fuck? Bularni o'tkazmadim, men g'alati. Men bu klonni o'tkazmadim, lekin g'alatiroq bir narsalar Max Craft'imizni o'tkazdi. Ya'ni Craftsman Building Craft. Sizlarga bitta narsani ko'rsataman. Faqat undan oldin kanalimga obuna bo'lib bosib qo'ying. Xo'p, mana o'sha Craftsman, lekin cho'ti bu yoqda birinchidan rasmi boshqacha, ikkinchidan bu umuman ismi ham bir Craft block deganmi, g'alatiroq nom ekan. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham bu Craftsman mana rostdan aytaman. Biz buni o'yinimiz. Короче, Play Marketda o'zidan kirib, igratni bosamiz. Sizlar bo'lsa hozir kanalga obuna bo'lib, like bosinglar. Qaramasam ketdi. Hop, biz kiramiz o'sha legendarniy klonga. Craftsman, what the fuck? O'zgarib ketgan bo'lsa kerak, yana bilmadim, chunki oldinlari boshqacha edi. Oldingi paytlar legenda bo'lib ketgan. Hozir bo'lsa bilmadim, g'alatiroq bo'lgan bo'lsa kerak. Biz Craftsmanga kiramiz. Hop. Играть настройки. Hop. Bu yerda настройка bor. Bu haqiqiy Minecraft qo'yibdi. Mayli, играть bosamiz, друзья bor, server bor. Bu vashi Minecraft qo'yibdi, faqat eski versiyalarda bo'lsa kerak. Xo'p, создать. Все, хотите начать создать игровой мир. Давайте o'zimizga mir ochib ko'ramiz. Men to'g'ri kelaman. Все, создать. Rostdan aytaman, bu klonni umuman o'ynamayapman. Umuman esdan chiqib ketgan bu klon Craftsman. Xo'p, biz mirga kirdik. Yo-mayo, nima bu? Xo'p. Buni men tushundim, bo'ldi, men jigarlar tushundim. Xo'p, chustim juda balandroq ekan. Oldingi Craftsman ham shunaqa edi, lekin hozir menimcha o'zgartirib olgan. Menimcha Craftsman 4 bo'lsa kerak. To'g'risini aytaman, men bu chustvительность juda ham baland bo'lgan ekan, umuman o'ynamayman. To'xtanglar. Yo-mayo, bu nima bu? Tak, bu yerda jitlar bor ekan. Давайте inventarni ochamiz. Voy belli. Bu qanaqadir kichkina narsami, nima balo? G'alatiroq qo'ygan ekan. Давайте настройкani ochamiz. Chustvительность 30 ga qo'yaman. Buni ham 30 ga qo'yamiz, buni ham 30 ga qo'yamiz. Jigarlar. Lekin knopka kichkina ekan. Buni menimcha katta qilsa bo'ladi. Hop, nima desam bolalar? Bu yaxshi Minecraft qo'yibdi Craftsman. Oldinlari boshqacha edi, hozir ham umuman boshqacha bo'lib ketgan. O'zlar umuman o'zgarib ketgan. Haqiqiy Minecraft qo'ygan. Shuning uchun men sizlarga aytamanki, buni o'ynashni maslahat beraman, lekin hozir menimcha hamma Bedrock Edition hammasini o'ynayapti. Shunaqalar, qanaqadir o'sha Bedrock. Hozir menimcha bu yerda bunaqa bug topdim. Bu nima bu? Teksturlar bo'lmay qoldi. Nima bu? Bechara otga nima qildi jigarlar? Mayli, bo'ldi, bu yerda qiladigan ishimiz yo'q. Davайте endi ikkinchi klon Minecraft'imizga o'tamiz. Minecraft klonimizning ikkinchisi bu Block Crazy Robo World Craft. To'g'ri eshitdinglar. Cho'ta buni ismi ras uzun ekan va bu yerda 100 million skachivni, prям 100 milliondan ortiq odam bu o'yinni o'ynaydi. 30 bilan qaranglar. Игра неплохая, я бы даже хочу сказать, что это офигенно, я в ней bla. Xullas, bu yerda 30 bilan. Endi bo'lsa shuni uстановка qilamiz. Qani o'zim ketdi. Albatta bu uстановка bo'lib turgancha sizlar kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Давайте buni rasmlarini ko'ramiz. Bu gigant golem adashmasamda, bu gigant golem. Va ikkinchi rasmimiz qanaqadir uy va qanaqa. Xo'p, bu nima? Bu bilmadim, bu nima bu? Qanaqadir qattanroq qo'ygan. Mana Minecraftni menimcha o'zi shunaqa bo'lsa kerak. Bu ham xuddi shunaqa haqiqiy Minecraftga o'xshatib qo'ygan. Ko'rasizlar, mana inventar, yurishlar. Faqat bu adashmasam eskiroq versiya, chunki
yangi versiya umuman o'xshamayapti. Mayli, endi bo'lsa o'ynab ko'ramiz. Xo'p bo'ldi, bizning Minecraft klonimiz o'tdi. Qani bo'lsam endi o'yinga kiramiz va ko'ramiz nimalar o'zgargan ekan. Qani bo'lsam ketdi. Xo'p, bizning klonimiz bu yana o'sha klon Minecraftga bu yerda ham xuddi shunaqa, faqat ismi boshqacha qaraylik. Craft Mastered 3 da. What the fuck? Nima bo'lganda ham bizni kiramiz va bizni baho beramiz, nima bor ekan bu yerda, nima o'zgargan ekan. Menimcha bu ham Minecraft qilib qo'ygan. Neni bolalar, lekin bunisiga nima deysham bilmayman. Hozirgi Craftsman bilan buniki bir xil kopiya. O'yinni boshqachadir. Menimcha adashdim bolalar. Mana давайте endi mir so'zda qilamiz-da, ko'ramiz nima ekan. Xo'p, biz mirga kirdik va nima desam ekan bolalar? Nima desam ekan bolalar? Bu Minecraft bu xo'p, bitta narsani aytaman sizlarga. Bu ikkalasi kopiya tushunasizlarmi? Craftsman bilan hozirgi o'ynayotgan o'yinimiz bir xil ekan. Masalan bir xil. Prosta kirishdagi Craft Mastered 3 da edi. U yoqda bo'lsa Craftsman bir nima, xullas esimda-yu, Craft Block deganmi, shunaqa edi. Lekin aslida bular kopiya, tushunasizlarmi? Kopiya. Bo'ladi. Endi bo'lsa, menimcha videoni tugatsak bo'ladi. Agarda sizlarga video yoqqan bo'lsa, kanalga hozir obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Men uchun ko'p harakatlar qilib bitta obuna bo'lsa, like bosib qo'ying, so'ramayman. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Men bu shunday bu klonlar ikkalasi ham bir xil ekan. Hech narsa o'zgarmagan. Prosta eskisi boshqacha edi. Hozirgi klonlar umuman boshqacha bo'lib ketgan ekan. Poli kopiya Minecraft qilib qo'ygan. Keyin bo'lsa klon deb prям kopiya qilib qo'ygan. Xullas bolalar, kanalga obuna bo'linglar, like bosinglar. Sizlar bilan Nexus bo'ldi. Hammaga xayr, paka.